birinchi iPhone X'ni o'zbeklar xarid qilgan. Tipi Nokiaga konkurensiya qilib chiqarilgan telefon deb o'ylayman. iPhone 4larni deyarli $10,000 sotishgan. Tajriba sifatida iPhone 1 chiqargan klik uzumlarga rostakasini ta'sir qiladi. 7 noyama sras suvga tiqildi. Apple kompaniyasi trend bilan yurmaydi, trend ular bilan yuradi. Dahshatli darajada yengillik bo'lgan butun dunyoga. Hammaga assalomu alaykum. Stolimizda ko'rayotganinglardek iPhone'lar turibdi. Bu yoqda 4 iPhone'dan to 17 Pro Max gacha bor. Qo'limizdan kelgancha iPhone'larni qidirdik, topdik. Mashitni живой sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldik. Ya'ni faqat gaplarda emas, o'zini ham, misol uchun mana bu yoqda yaqinda chiqqan 17 Air oxirida mana iPhone 4'imiz ham bor. Hozir qisqacha sizlarga obzor qilib beramiz. Polni eski davrlarga bitta qaytib yangi davrga kelamiz. Xo'p, birinchi bo'lib unda iPhone originalni o'zidan boshlaymiz. Birinchi iPhone original 2007-yilda chiqqan. Xo'p, bunda telefon prosta testoviy ravishda chiqqan desa ham bo'ladi. Sababi boshqa telefonlarga qaraganda asobiy bir nimadir tarafi bo'lmagan iPhone original, ya'ni iPhone 1 deb aytamiz odatda. iPhone 1 ni asobiy tarafi bo'lmagan. Bunda asosan Apple undan oldingi boshqa modellarini yana ko'paytirish uchun, misol uchun iPod bo'lgan yokida MacBook bo'lgan, o'shalarga yana bitta lineyka qo'shish uchun tajriba sifatida iPhone 1 ni chiqargan, lekin unaqa katta bir show ham bo'lmagan, asobiy joyi ham bo'lmagan texnически. Keyingi modelimiz iPhone 3G bo'ladi. Bu 2008-2009-yilda wow deb chiqqan telefon bo'ladi. Nimalar qo'shildi desanglar, unga App Store, ya'ni hozirgi paytda 2026-yilda ishlatayotgan App Store'imiz o'sha 2008-2009-yilda bo'lgan. O'shanda bozor уже kengaygan, ya'ni imkoniyatlar, ilovalar, o'yinlar paydo bo'lgan. Bu o'sha paytdagi zamonga wow bo'lgan. Wow bo'lgandan keyin 3GS degan internet tezligini ham kuchaytirgan. Aynan 2008-2009-yilda уже Apple kompaniyasi telefonlarga seryozni qarashni boshlagan. Ya'ni etap-etap yangilik qilishni boshlavergan. Ya'ni iPhone'da xuddi Bobur aytgandek, birinchi iPhone'imiz faqat aloga bo'lgan bo'lsa, bu уже boshqa level. Ya'ni 1 yil ichida yangilik. O'zi Apple bilsangiz, Bobur har yilda yangi narsalar qo'shib boraveradi. Ana o'sha paytda ham o'sha yangilik ketaveradi. Mani fikrimda endi iPhone 1 tipi Nokiaga konkurensiya qilib chiqarilgan telefon deb o'ylayman. Shaxsan o'zim ham, misol uchun Nokia'ni bozoriga qaratilgan nima bo'lgan? Ataka desa ham bo'ladi, hujum bo'lgan. Lekin уже u yoqda Apple qaraganki, o'tda уже egallab bo'lgan Nokia. Уже o'tda nima yo'q, kirishga joy yo'q u yoqda. Juda katta bo'lgan Nokia'ning nimasi, egallab olgan bozori, ya'ni qismi. Undan keyin ular alohida UTP qilgan. Misol uchun iPhone 1 ni ular, ya'ni iPhone originalni Nokiaga konkurensiya qilib aloga chiqargan bo'lsa, misol uchun, уже iPhone 3G dan boshlab boshqacha yo'nalish tanlagan уже. O'ziga konsepti qilib olganda, mana 3G уже более-менее anaqaroq chiqqan, muvaffaqiyatliroq chiqqan. Ya'ni u Nokiaga qaratilgan konkurensiya bo'lmagan, u o'zini haqiqiy Apple iPhone'i bo'lgan. Ya'ni Apple'ning o'zini telefoni bo'lgan. Undan keyingi model уже iPhone 4. Bu iPhone 4 butun dunyo bo'yicha show bo'lgan, iPhone'ning eng muvaffaqiyatli telefonlaridan bo'lgan deb 99% aniqlikda bemalol ayta olamiz. Misol uchun, mana qo'limda iPhone 4 turibdi. Yaxshilab qaraydigan bo'lsa, umuman hali ham qirilgan joyi yo'q. Ishonasizlarmi? Umuman qirilgan joyi yo'q. Kameralari hali-haligacha idealni ishlab beradi. Misol uchun, $150 Samsungni olsangiz, iPhone 4 ni olsangiz 20 yil bo'lganiga chiqqan. Почти bir xil ishlaydi kamerasi. Yanachi buni displeyi ham Bobur qo'shimcha qilaman, shisha bilan metalldan qilingan-da. Qiyin sinishi. Yana qo'shimchasiga eng katta nima qo'shgan bilasizmi? Bunga Retina displey qo'shgan. Bu o'sha paytda endi uncha odamda bo'lmagan-da. Sensorlari уже plavni ishlashni boshlagan. Bu nechinchi yil chiqqan? 2010, iPhone 4S 2011-yil chiqqan. Akalar tasavvur qilyapsizlarmi? 18 yil oldin, deyarli 20 yil oldin mashg'ulimdagi iPhone 4. Odamlar sensor plavni ishlatgan. Odamlar
Nokia knopочный telefonda alo alo qilib yurgan paytda Apple umuman boshqa yo'nalish tanlab, 3G ni sinov tariqasida chiqargandan keyin 3G muvaffaqiyatli bo'lgan, undan keyin iPhone 4 chiqargan. Uje boom bo'lib ketgan. Butun Amerika bormi, Yevropa bormi, O'zbekistonda ham hattoki biz eshitganmiz, mana shu Malikada eski iPhonechilardan eshitganmiz, iPhone 4larni deyarli $10,000 sotishgan. Shunaqa. Tasavvur qilasizlarmi? O'sha $1,500 chiqqan iPhone'ni, misol uchun $1,000 chiqqan iPhone'ni O'zbekistonda deyarli $10,000 sotishgan. Shunaqa. Chunki wow bo'lgan. Bu narsa O'zbekiston uchun, butun dunyo uchun juda ham bitta muvaffaqiyatli narsa bo'lgan. Shunaqa. Yana qo'shimchasiga mana shu iPhone 4 обычныйsi bor edi, eslasangiz. И 4S bor edi. 4S'ga nima yangilik qo'shdi desa, hozirgi paytda ishlatayotgan Siri. Ha. Siri qo'shgan. Ya'ni u yordamchi. Ya'ni o'sha paytda ovozli yordamchi bo'lgan. Tasavvur qilib bo'lmas narsa. Tasavvur qilsanglar, sizlar deyarli 20 yil oldin siz Siri falonchiga telefon qilib desangiz, telefon qilgan avtomat. Bu narsa 20 yil oldin tasavvur qilib bo'lmas darajada bo'lgan. Hozir mana ChatGPT bizaga, misol uchun 2 yil oldin ChatGPT chiqqanida wow edi-yu bizaga. Любой internetdagi ma'lumotni, misol uchun biznesimizdan analiz deysizlarmi, iPhone 13 haqida ma'lumot ber deysizlarmi, любой narsani sizlarga o'zi hamma ma'lumotlarni topib to'g'irlab bergani wow bo'lgan bo'lsa, 20 yil oldin oddiy Siri ishlatish, hozirgi kunda juda ham oddiyga aylangan Siri'ni ishlatish dahshatli darajada bo'lgan. Ma'lumot uchun mana umid etganlardek Siri iPhone 4S dan boshlab chiqqan. Keyingi modelimiz iPhone 5 bo'ladi. Ikkita modeli bo'lgan, 5 va 5S. Buni juda ham ko'p odamlar biladi. Chunki nimadan biladi desanglar, bu 2012-2013-yilda chiqqan, ranglari juda ham bomba chiqqan. Gold rangini juda o'zim ham yaxshi ko'rardim. Rose gold ham bor edi. Rose gold ham bor edi. Ranglari ajralgan. Buni ekrani 4 dyum chiqqan. O'sha payt uncha-muncha telefonlarda 4 dyum bo'lmasdi. Keyin ani katta opalar bilsangiz Rose gold tutib Rose gold o'sha payt 3000, 4000, meni ham adamlar olib berganlar $4,000 ga ham olganlar o'sha paytda. Biz endi kichkina edik. Bir 15 yil bo'lajak bu narsaga ham Rose gold tutishardi uydagilar. Ani wow narsa edi. Biz uchun o'yinlar o'ynardik. Juda ham qimmat turgan telefon edi. Oddiy o'yin o'ynashga bizga ruxsat berishmasdi. Mana videoni ham ko'rishadi. Kommentiga yozib keting onajon. Yana bitta katta o'zgarishlardan nima bo'lgan? Buni korpusi ham o'zgargan. Ya'ni iPhone 4 metal bilan shishadan qilingan bo'lsa, buni korpusi anaqadan qilingan, alyuminiydan qilingan. Ya'ni metalga qaraganda sal slabiyroq chiqqan, lekin qizib ketmaydi ham. Uncha-munchaga qizib ketmas. Shunaqa joylari bo'lgan. Buni yengilisini. Seryoznisi bu Touch ID. Okalar, Touch ID. O'sha dunyo ko'rmagan narsa bo'lgan. Dunyo ko'rmagan narsa. Bu shundoq barmog'ingizni bosasiz, ochadi. Sizni barmog'ingiz bosilmasa, ochilmaydi bu telefon. Ya'ni kodni bilmasa agar. Tasavvur qilasizlarmi? Bu narsa dunyo gadjetlari tarixida juda ham nima deydi? Samarali, yengili narsa bo'lgan. Shundoq telefonni bosasiz, sizni o'zingizni barmog'ingizni taniydi, shundoq telefon ochilib ketadi. Bu Touch ID ham juda ham katta yengillik bo'lgan. Telefon yengil bo'lgan, kameralari yaxshi bo'lgan, ranglari. O'sha iPhone 5 dan boshlab odamlar rangiga qarab iPhone olishni boshlagan. Ayollarga Rose gold, misol uchun, yokida erkaklarga mana black ranglari. O'sha iPhone 5S dan boshlangan. Mana hozir ham juda ham ko'p ajratishadi-yu. 17 orange'ini ber, silverni ber. Misol erkak kishilar bo'lsa, bluesini ber deyishyapti. Shu narsa 13-14 yil oldin boshlangan. Yana-chi Apple'chi shunaqa narsa qilib qo'ydi odamlarga. Ya'ni odamlar o'sha Apple'ga moslashadigan bo'lib qoldi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni telefon odamlarga emas-da, naborot odamlar telefonga moslashadigan bo'lib qoldi. Hozirgi payt ham shunaqa. Ya'ni odamlar telefonga moslashyapti. Telefon odamlarga emas. Apple bu yoqda o'shani orqasidan polniy pul ishlab yotibdi. To'ppa-to'g'ri. Mana misol uchun Androidda, любой Android model chiqsa, Mi bo'ladimi, Huawei bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, sizga moslashgan bo'ladi. Xohlagan programmangizni siz skachat qila olasiz. Misol uchun shundoq kirasiz, Google Play dan kirib skachat qila olasiz. Lekin iPhone da unaqa narsa bo'lmagan. Har bitta App Store ga kirayotgan programma iPhone ni tekshiruvdan o'tadi, boshqa bo'ladi. Juda ham qiyin bo'lgan o'sha paytda. Lekin odamlar uni qilayotgan marketingiga, ishlayotgan buni protsessorlariga, aytgancha 64 talik protsessorni iPhone 5 dan boshlab ishlagan. Mana shu telefonning interfeyslariga oshiq bo'lib qolgan.
bu narsaga o'qitilgan. Hozirgi kunda mana App Store'da misol uchun ba'zi bir programmalar yo'q bo'lishiga biz oddiy qaraymiz. O'sha paytda bu narsa juda ham qiyin narsa bo'lgan, lekin mana hozir o'rganib ketilingan iPhone odamlarni o'ziga moslashtirgan. Endi qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, qolgan plyuslari bilan interfeyslari, ishlash tezligi, kameralari hozir bizga ko'rinishi mumkin iPhone 5 kamerasi xira deb. Lekin o'sha paytni sizlar eslab ko'ringlar, 15 yil oldin. Juda ham nerealniy bo'lgan. Nerealniy bo'lgan. Mana shunaqa. Keyingi modelimiz iPhone 6 bo'ladi. Ja katta o'zgarish bo'lmagan. Nimasi eng katta o'zgarish bo'lgan bilasizmi, Bobur? Bilaman. Ingichkaligi. To'ppa-to'g'ri. Yana shunaqa nejniy chiqqanki, hozirgi Air'ga o'xshab ketadi. Ya'ni o'sha paytlar 2014-2015-yildek hozirgi paytdagi Air desa ham bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Keyin men eslayman-da, juda ham ingichka, iPhone 6 Plus bo'lardi. Katta edi juda ham. 2014-yil Rossiyada bo'lganman. Yangi chiqqan paytda adamlar $1200 ga o'sha 6 Plus olgan edilar. $1200. O'sha paytda mana eslayapman, o'sha iPhone'lar narxi normalga tushishni boshlagan. Mana misol uchun o'rtacha hozir iPhone nech pul desangiz odamlarga o'rtacha $1200 deyshadi. Bu narsa o'sha iPhone 6 dan boshlab boshlagan. Undan oldingi iPhone'lar O'zbekistonda kamyob bo'lgani uchun juda qimmatga olingan. iPhone 5, iPhone 4lar o'sha $2000, $3000 ga xarid qilingan bo'lsa, o'sha iPhone 6 Pluslardan boshlab premium deydi-ku, olsa bo'ladigan narxga tushgan. O'sha paytda eslayman, iPhone 6 Plus uyingizlar olishganda $1200 ga xarid qilganmiz. Ko'rinishi shunaqa katta ediki, hozirgi mana shu stoldagi iPadday deb tasavvur qilardim. Shunaqa ekan. Nerealniy bo'lardi o'sha payt. Yanachi Apple kompaniyasi shunaqa qilyaptiki, ekranlarini ham kattalashtiryapti. Qarang, 5 ta kichkinaroq 4 dyum bo'ladigan bo'lsa, o'sha 6 larda 6 dyum, 5 dyum, 5.5 dyum, 6 pluslar yana ham kattalashib ketyapti-da. Yana bitta katta narsa qo'shgan. Menimcha bizning O'zbekistonda ishlamayapti. Boshqa davlatlarda, ya'ni boshqa shaharlarda zo'r ishlaydi. Bu Apple Pay bo'ladi. 2014-2015-yilda o'sha Apple Pay qo'shgan. Haligacha men xohlayman shuni ishlatishni. Bizning O'zbekistonda ishlamayapti. Shuni tushuntirib o'tib ketsa, Apple Pay bu xuddi nimaga o'xshagan narsa. Bizda PayMe bor-ku, xuddi shunga o'xshagan narsa, lekin u yerda komissiyalari jihatidan, qulayligi jihatidan, hamma yoqda o'tishi jihatidan bu narsa butun dunyoda, ayniqsa Amerikada juda ham rivojlangan. O'zbekistonga hali kirib kelmagan. Misol uchun, может monopoliyadir, может boshqa qanaqadir sababi bordir, biz bilmaymiz, lekin agar kirib kelsa, klik uzumlarga rostakasini ta'sir qiladi. Sababi Apple Pay'ni bitta o'zingizlar chet elga chiqqanda ishlatib ko'rsanglar, qulayligi juda ko'p. Juda ko'p. Shaxsan o'zim ham yaqinda chet elga chiqqanimda ishlatib ko'rdim. Rostakasim zo'rda. Shuna telefonda ketaverasiz. Uzumlar endi mana yetib kelyapti. Uzum, PayMe, kliklar endi bu narsalarga yetib kelyapti. Atak bu Apple Pay 10 yil oldin ham uje iPhone 6 dan boshlab chiqqan bo'lgan odamlar ishlatgan. Keyingi modelimiz Bobur. Endi u modelni men juda ham yaxshi ko'raman. Nega desangiz, birinchi iPhone olganim 7 bo'lgan. Birinchi ishoning. Menda ham iPhone 7 Jet Black olganman. Voy, yomon seryozni telefon bo'lgan. Mana reklama bo'lsa ham aytib ketaveramiz. Mana shu Mac Pro'dagi akalarimizdan olganman. 10 yil bo'ldi shu narsaga. $400 ga olgan edim. Bovuli qo'yib qo'yishgan bo'lgan. O'sha iPhone Jet Black rangi yoqqaniga juda chiroyli. Hozirgi Mac Pro eski nomi u paytda aniq brenddan bo'lmagan. Shu B37-magazindan olgan edik. Men Bobur o'sha birinchi olganimda qo'limga ishonaman. U ham kichkina iPhone 7 Plus bo'lardi. Qo'limga olganimda shunaqa xushini olganman. Rangi juda ham. O'sha paytda 256 talik chiqqan edi. O'sha payt 256 taligidan olganman. Eng qimmati bo'lgan. Eng qimmati bo'lgan. Hozirgi 2 terabayt tasavvur qilishingiz uchun, misol uchun, hozir 2 terabayt $3000 mi bizda? $3000. O'sha paytda 256 shu darajada bo'lgan. Yana Apple shunaqa narsa qilganki, marketing tomonlama ham, o'zi marketolog desa ham bo'ladi Apple'da. Suvga chidamli qilib chiqargan. Birinchi 7 ni. Ana o'sha payt olganimda birinchi qilgan ishim shu reklamasidan, Apple'da shu prezentatsiyasidan ko'rganimdan birinchi narsa suvga tiqish bo'lgan. 7 ni olganman, sira suvga tiqqanman. Prezentatsiyani zo'r qilib qo'yardi. Zo'r qilib qo'yardi-da. O'zi 1 yilda bir marta qilardi, lekin yorardi-da. Ana o'sha payt sirazu 7 ni. Endi u payt 2000 nechi bo'lgan? 2016-yil bo'lgan menimcha. 2016-yillarda telefonni suvga tiqish bu
Menimcha konkurensiya bo'lmagan bunga. Shunaqa. Mana eslaymanda aytib beraman. Biz tog'am bilan tushganmiz, Malikaga sotuvchi aytgan iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus suvga chidamli deganda, shunda mashinadan chele olib kelganlar-da. Shunda anaqa suv to'ldirganlar-da, shunda tiqqanlar-da. Shuni ishlayapti-da, qarasalar endi wow bo'lganda, hayron qolganlar-da. Esimda o'sha payt $900 shunda sanaganlar. Bu iPhone 7 edi. 7 Plus. Shunda $900 sanaganlar olib ketganmiz. Shunaqa. O'sha paytda odamlar ishonmagan. Hozir tasavvur qilinglar, bitta odam sotuvchiga chele olib kelib, suv to'ldirib, iPhone'ni tiqib, keyin tekshirib olyapti. U narsa hozir vashi to'poymisan deydigan anaqa darajaga kelib qolgan. Lekin o'sha paytda odamlar ishonmagan. iPhone 7 suvga chidaydi deganda, Shunaqa. "Yo'q, jinnimisan sen" degan. Menimcha Bobur yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Kamera ham iPhone 7 Plusda menimcha adashmasam o'zimizda bor-ku, ikkita kamerali chiqqan. Mana. Hozir qo'lingizda ko'rib qoldim, ikkita kamerali chiqqan. Degan. И уже menimcha iPhone 2016-yildan Apple kompaniyasi kameralarga kuch tashlashni boshlagan. Уже 7 Plusdan ikkita kamerali chiqardimi? Уже menimcha bu yog'iga bundan keyingi modellarni yana ham kuchaytirgan. Shunaqa. Уже Apple kompaniyasi trend bilan yurmaydi menimcha. Hmm. Trend ular bilan yuradi. To'ppa. Desa ham bo'ladi. Lekin mana shu nimaga o'tyapti-ku, Vision Pro'ni ham bilgan bo'lsangiz, alohida trend qilib chiqarmoqchi bo'ldi, lekin xuddi iPhone 1 ga o'xshab, iPhone 1 originalga o'xshab uncha yemadi. Yemadi. Endi mana Vision Pro 2 ni ko'ramiz. Может, iPhone ham alohida boshqa yana revolyutsiya deydi-ku, shu narsani может yana qilar Vision Pro'da. Lekin bu yoqda Meta o'tib ketyapti. Ochkilari bilan Meta o'tib ketyapti. Yana bitta narsa qo'shimcha qarang, boya aytdim-ku, tipa Apple telefonlarni odamlar telefonga emas, Apple telefonga odamlar moslashyapti-da. Ish qilib hammani ochkaga o'rgatib qo'ymasa bo'ladi. O'shani Hammani ochkalik qilib qo'ymasa qarang, bo'ladi. hozirgi paytda ham biz sotyapmiz. 17 Pro Max bor deyapmiz. Odamlarga tanlov beryapti. Odamlar tanlayapti Apple'ni, yo Pro'sini oladi, yo Max'ini. Bu ham qarang, o'sha 6 dan, ya'ni shu narsalarga 2014-2015-yilda o'sha boshlangan. To'g'ri. Qarang. Sizlar hech qachon Samsung bilan iPhone olaymi deb solishtirmaysizlar. iPhone 17 Pro Max olaymi yoki 17 Pro mi deb olaymi deb solishtirasizlar. Bu ham iPhone'ning asli bir marketingi, Apple ya'ni. Hozir mana suhbatimizdan o'zimga ham manfaatli bo'lyapti. Unda o'ylab qarasam, xuddi 1 yosh demaylik, 1 yosh, mayli, 1 yoshli boladan to 20 yoshgacha tarbiyali, 18 yoshgacha tarbiyalisiz. Apple kompaniyasi ham telefonlar chiqargandan odamlarni tayyorlab kelgan. Katta telefon tutishga, kamerasi yaxshirog'iga, уже variant bergan. Обычныйsi kattasini tutdik. Misol uchun, уже 10 yil bo'lganda, 6 plus chiqqaniga, уже odamlar hozirgi 17 Pro Max'larni tutguncha, уже sekin nima bo'lgan? Nima deydi? O'rganib kelgan. Sizlar ham birinchi telefoninglar qanaqa bo'lgan? Bobur ham esladi, men ham esladim. Ikkalovimizda ham telefonimizda iPhone 7 bo'lgan ekan. Kommentariyaga yozinglar, nima sizlarning birinchi telefon, baribir odamzodni birinchi tutgan telefoni qadrli bo'ladi. Shunaqa. Lekin meni birinchi telefon, siz hozir birinchi telefoningizni sotib olganmisiz? Men birinchi telefonimni ko'p o'ynaganim uchun oynadan otib yuborishgan. Keyingi modelimiz iPhone 8. iPhone 8 hozir bizda yo'q. Chunki o'zi iPhone 8 ko'pchilikda yo'q. Sababi iPhone 7 bilan deyarli o'xshash bo'lgan iPhone 8 ni chiqargan 1 yildan keyin Apple. Sababi men deb o'ylayman, iPhone o'zini 10 yilligiga shoshayotgan bo'lgan Apple. Ya'ni iPhone 8 ni ham unaqa katta o'zgarishsiz chiqargan, sababi iPhone X ular juda ham katta revolyutsiya bilan chiqaramiz deb plan qilgan. O'shani hisobiga hamma yengilliklarni azgina saqlab X ga olib qo'ygan bo'lgan. iPhone 8 da o'shanda jayam unaqa chiqmadi. iPhone 8 deb o'ylayman. iPhone 8 tugmali, ya'ni knopchli iPhone'larni eng oxirgi nimasi bo'lgan, iPhone'i bo'lgan. Undan keyin o'sha iPhone X chiqqan, haqiqiy revolyutsiya bo'lgan. iPhone 9 chiqmagan, unga to'xtalmaymiz. Sababi oddiy X ga shoshayotgan bo'lgan, iPhone 10 yilligi bo'lgan. O'shanga primoy iPhone X chiqarib yuborgan. iPhone X dahshatli darajada yengillik bo'lgan butun dunyoga. 100%. Sababi uju Face ID bor unda. Eng katta yengilliklardan Face ID. Sizni yuzingizni
shundoq qarab ochib oladi. Uje knopka ham emas, Touch ID ham emas, uje Face ID u narsa. Plus ekrani polniy bo'lgan. Hech qanaqa knopka ortiqcha zazorli bo'lmagan uje ekranda, polniy knopka bo'lgan. Kameralari ham hozir iPhone X yo'q, 11 dan tushuntiraman. Kamerasi ham uje ikkita bo'lgan. Konkretno chiroyli dizaynda bo'lgan. Gold ranglari, har xil ranglari chiqqan. Xullas, konkretniy revolyutsiya bo'lgan. Juda ham Gold'i ancha avtoritetli bo'lgan. O'sha paytlar ham malikada 2,5 3 ming sotilardi. Endi ismlarini aytmayman. Bitta akamiz aytganlar, iPhone X'ni $7,000 ga sotganlar. Malikada ishlaydigan akamiz, biz birinchi Malikaga kelib ozgina suhbatlarini olganimizda bir o'sha sirni aytgan edilar. $7,000 ga o'sha X'ni sotganlar. Yana plus ma'lumot, birinchi iPhone X'ni o'zbeklar xarid qilgan. Amerikada, o'sha Nyu-Yorkdami, qayerdadir, Kaliforniyadami o'chirtda turib olingan birinchi iPhone X'ni o'zbeklar xarid qilgan. O'zbeklar ham ko'p o'zi aslida. Lekin uni sotishga xarid qilgan. Tirikchilik. Keyingi modelimiz iPhone 11. Nima deydi, har bitta iPhone modelini aytayotganda sizlarga wow deb aytayapman. Sababi iPhone 11 larda ham wow chiqqan. 3 ta kamera bo'lib chiqqan. iPhone 11 Pro, 11 Pro Max'lar. 11 o'zi bazaviy, bu bo'li arzonroq modeli bo'lgan. 11 Pro, 11 Pro Max'da nima? Anaqa ko'proq mощныйroq telefon chiqqan. iPhone 11 ga yana qo'shimchasiga tungi rejim qo'shilgan. Apple kompaniyasi aytayapman-ku, marketolog-da, odamlarni orig'idan kelib chiqqan holda, ya'ni yechimlar beryapti. Qarang, ko'zi oraga mana kimdirlarda svetli fonda ko'z oriydi. O'zi tungi rejimni ham anaqa qilgan. iPhone 11 aytib o'taman, 2026-yilda ham eng trendiy telefonlardan. Qo'shimchasiga narxi ham zo'r. Navoda muddatli to'lov kerak bo'ladigan bo'lsa, iComfortga kelaverasizlar. Shunaqa. Nima deydi? XS Max meni esimdan chiqib qolibdi. 512 talik telefonlar ham aynan iPhone X dan boshlangan, iPhone 11 da trendga chiqqan uje. Shunaqa. Eskida iPhone tutadiganlar uje 256 to'lishi boshlagan, 512 ga o'tgan. Eskida iPhone 300 dan tutishi boshlagan odamlar. Keyin yana iPhone 11 lardan boshlab uje kontent yaratuvchi bo'lgan odamlarga, ya'ni montajyor, video bloger yoki shunaqa odamlarga ham uje kamera ancha sifatli 3 ta kamera bo'lgan. Uje 0.5 bor iPhone 11 da, plus 5X bor, har xil anaqa kino effekt bor keyin. Hamma narsani uje kameraga qaratishni boshlagan iPhone. O'shandan keyin blogerlar ham, boshqalar ham mana Backvines ko'pchilik taniydi, iPhone 11X dan boshlab har yili yangi iPhone chiqsa birinchi kun oladigan odam. O'sha paytdan blogerlar tanlagan. Yana Bobur o'sha 05 chiqqanda endi qiziq bo'ladigan, menimcha hamma mana shu ko'rayotgan obunachilarimiz ham siz ham qilgan bo'lishingiz mumkin. 05 kamerada chiqqanda birinchi videoim nima bo'lgan bilasizlar? Mashinani rulini ham bunaqa 05 da olgan. Hamma qilgan menimcha bu narsani. Juda ham trenddan qolmagan. Hozir 05 ishlatib anaqa. Yana bitta qo'shimcha, iPhone 11 batareykasi ancha yaxshilashgan. Chunki ancha anaqa sifatli batareya, ya'ni ko'proqga yetadigan bo'lib chiqqan. O'zi iPhone'larning eng nozik tomoni deb batareykani aytishadi. Hozirgacha ham aytishadi. O'sha paytda ham aytishgan. O'shanga iPhone har yil chiqarganda yaxshiroq batareyka bilan chiqarishga harakat qiladi. Hattoki mana 17 da ham, hali kelamiz 17 ga. Qolgan hamma iPhone'lardan eng kuchli batareyka 17 Pro Max da chiqdi misolga. Keyingi modelimiz iPhone 12, 12 Pro va 12 Pro Max bo'ladi. Xo'p, bu telefonlarimiz iPhone 12 bazaviy, deyarli 11 ga o'xshaydi. Qolgan modellarda uje OLED ekran chiqqan. To'rtburchak bo'lib chiqqan uje modellar. Misol uchun iPhone 11 mana bu krugliy bo'lgan bo'lsa, uje iPhone 12 dan boshlab nima chiqqan? To'rtburchak chiqqan. Bu ham bitta yangilik bo'lgan. Bu iPhone'ning eng oxirgi pashti yengiliklaridan desa ham bo'ladi. Undan keyin juda ham kichkina yangiliklar bo'lib ketdi. iPhone 12 da o'zi ko'p narsa qo'shilmagan. 5G qo'shilgani esimda, lekin 5G qilib ishlatsa bo'lardi. Shunaqa. Ranglar qo'shilgan. Shunaqa. iPhone 12 lardan boshlab uje ranglar realni anaqa bo'lib ketgan. Har xil ranglar bo'lib ketgan. Gold bo'lgan, o'tda silver bo'lgan, ko'k bo'lgan, soch ko'p ranglar uje chiqishni boshlagan. Mana shu ham bir ajoyib rangda, mentol, yashil. Bu uje baza yo'q. Keyingi modelimiz iPhone 13, 13 Pro va 13 Pro Max. Har doimgidek iPhone 13 bazaviy arzon model tutadiganlarga chiqargan, 13 Pro Max'ni
kamerasiga, batareykasiga realniy, moshniy vнимание qilib chiqargan iPhone'lardan bittasi. Hozirgi kunda ham xuddi iPhone 11 dagi o'zini urovingni yo'qotmagan telefon bu. Aynan iPhone 13 Pro Max, 13 Pro'lar bo'ladi. Batareykasi hali ham zo'r, kameralari hozirgi talablarga ham javob beradigan darajada yaxshi desa ham bo'ladi. Hozirgi misol uchun narxi $500, lekin kameralari ancha yaxshi ishlaydi. Hech qaysi misol uchun $500lik Androidni bunaqa kamera topolmaysiz. 100%. Yana 13 da eng kerakli narsa nima qo'shilgan? 120 Hz. Ha, mana. Ana o'sha payt wow. 13 Pro'ni tirs ishlatardim. Keyin boshqa eski modelni ishlatsam, o'sha qotayotgandek tuyulardi. To'g'ri. Men telefonim qotyapti deb o'ylardim. U Gertzdan bo'lgan ekan. Gertsi bilmaganlar uchun ekran ham plavni ishlashi. Undan oldingi hamma iPhone'lar 60 Hz bo'lgan. Gertsi degani ya'ni ishlashini nazarda tutamiz. O'sha iPhone 13 dan boshlab o'sha tez ishlashga o'tgan. 2 barobar 12 dan ko'ra tezroq ishlagan iPhone 13 Pro Max ekrani. Keyingi modelimiz 14, 14 Pro, 14 Pro Max bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu modelda ko'proq ayollarimiz uchun chiqadigan, chunki trendiy rangi ham purple bo'lgan. Mana shu hozir qo'limda turgani, bu ancha baquvvatroq bo'lgan. Boshqa modellarga qaraganda ancha baquvvatroq bo'lgan. Kameralari ham уже ancha yaxshi bo'lgan. Buni yengilligi nima bilasizmi eng katta? Nima? Dynamic Island. Dynamic Dynamic Island iPhone 14 Pro Max fishkasi bo'lgan. Lekin qolgan jihatlari 13 bilan deyarli bir xil bo'lgan. O'shanga ko'p bunga to'xtalmaymiz. Endi keyingi modelimiz iPhone 15, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Okalar, bu telefon iPhone'larni oxirgi mana 13, 14, 12 dan keyingi katta yengillik qilganlardan bittasi bo'lgan. Sababi bu telefon o'zi natural titanium, white titanium, ya'ni eshitganinglardek titanium materialdan ishlangan. Bu telefonni otib yuborsanglar ham, qirsanglar ham umuman qirilmaydigan materialdan qilingan. Shu narsasi katta nima bo'lgan, plusi bo'lgan iPhone 15 Pro Max'larda kameralarda kuchliroq kameralar qilingan. Bo'ldi. Asosan shu dizayni, rangi natural chiqqanda juda ham trend bo'lib ketdi. Hozirgi kunda ham даже bizga BU'lari keladi, qirilmagan bo'ladi. Holati ideal bo'ladi. Holati ideal bo'ladi. Sababi titanium materiali yengil bo'ladi birinchidan, nima qirilishi qiyin bo'ladi. 16 Pro Max ga nima deysiz o'zingiz? Mana 15 Pro Max bilan 16 Pro Max farqiga. Mana shu joyda o'zi aytmoqchi edim. 16 Pro Max bilan 15 Pro Max deyarli farqi yo'q deb o'zim uchun bilaman. Chunki hamma narsasi bir xil. Bitta mana shu yerda kamerasiga tugma qo'shib berdi. Uni ham shu paytgacha iPhone tutsam, bitta ham ishlatmadim. Shunaqa. Mana shunaqa. O'shanga 16 ga ham ko'p to'xtalmaymiz. Xullas 15 Pro bilan 16 Pro Max'lari asosan ajralib turadigan tomoni titanium material bo'lgan, kamerasi yaxshilashgan ancha. Yana bitta qo'shimchasi bo'lgan, mana shu yonidagi knopkasi. Buni ham faqat bezuk uchun ishlataman. Men ishlatmayman. Bundan har xil maqsadlarda foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun переводчик qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Bunda bossanglar, kameraga kirib ketadi. Ya'ni 13 larda pastga tepaga qilingan narsa o'sha iPhone 16 da misol uchun bo'lib qoldi. knopka bo'ladi shunaqa. Keyingi modelimiz уже mana Air 17 Air, 17 Pro Max и 17 Pro. Xato qildingiz. Nimaga? iPhone 17 Air emas. Mana ko'pchilik shunday adashyapti. iPhone Air bu alohida model bu. Misol uchun biz hozir qoldirib ketdik, lekin SE modellari ham bor edi. Unga to'xtalmadik. Qisqacha oxirida tushuntirish berib o'tib ketamiz. iPhone Air ham xuddi SE modellariga o'xshab, iPhone E modellariga o'xshab alohida bitta lineyka. Desa ham bo'ladi. Bu nima deydi? Bazaviy lineykalardan bittasi. Narxi jihatidan arzon, kamerasida ham 0.5 kamera yo'q. Juda ham ingichka. Men o'ylaymanki, mana shu Airni ikkinchi telefon ishlatishga vashshi zo'r. Rostdan o'z shaxsiy fikrim bo'yicha o'zimni ham ikkinchi telefon qilib ishlatishimga xohlayman, zo'r. Maslahat beraman. Misol uchun ikkita telefon ishlatadiganlar bo'ladigan bo'lsa, Air olinglar, mazza qilasiz. Ham tonki, ham kamerasi faqat bazaviyga, rasmga chiq olishga. Telefonda alo-aloga ham zo'r. Batareykasi juda ham ko'p odam slabiy deb o'ylaydi. Men unaqa o'ylamayman, chunki o'zim ham ko'rdingiz. siz ham ishlatib ko'rdingiz, men ham ishlatib ko'rdim. Nima deysiz, mana siz bir Balilarga ham borib keldilar ishlatib, safarlarga ham chiqdi. Batareykasi 7 soatdan kam ishlamayapti. Bu bir kamerasi ham juda ham zo'r.
Ya'ni qolgan 3 ta kameraning vazifasini bajaryapti. Faqat 0.5 yo'q, 0.5 kamera yo'q bunda. Shuni inobatga olamiz. Sim karta qo'yib bo'lmaydi bunga. Ya'ni ingichkaligini hisobiga bu faqat eSIMda ishlaydi. Plus faqat anaqasi, kolonkasi bu yoq tarafda, tepa qismida. Past Pastida yo'q. qismida kolonka yo'q. Shu tarafi bor. Qisqacha shu. 17 Pro Max ga keladigan bo'lsak, 17 Pro Maxni shaxsan o'zim ham ishlataman. Batareykasi bobur realniy zo'r chiqibdi. Ayniqsa eSIM modelida. Juda ham batareykasi zo'r ketyapti, lekin bitta narsasi yoqmadi, ustida alyuminiy korpusi. Sal bunda tegib ketsa ham chaqa yoki nimadir bo'lib qolar ekan. Ma'lumot uchun iPhone 15 bilan 16 titanium chiqqan bo'lsa, iPhone 17 lar уже alyuminiy chiqdi. Alyuminiy chiqdi. Alyuminiy material tushunishinglar uchun yaxshi material, misol uchun yengillik jihatidan ham, chiroylilik jihatidan ham zo'r, lekin qirilib qoladi bu material. Shunaqa. Shu tarafi bor. Lekin alyuminiyni bitta zo'r tarafi bor ekan. Alyuminiy uncha-muncha qizib ketmas ekan. Qizib ketmaydi. Mazza qilib o'zim ham ishlatib yuraman. Batareyasi o'zim shaxsan maslahat beraman, batareykasi vosh chempion ekan, ayniqsa eSIMniki. Chunki eSIMda SIM sloti yo'q. SIM sloti o'rniga batareya qo'shib yuborgan. Mana tasavvur qilinglar, mana shu yerda SIM slot turadi. SIM slotni o'rniga olib tashlaganda eSIM tushadi, faqat hammasiga batareyka qo'yib yuborgan. Ya'ni ozgina joydan ham Apple unumli foydalangan. O'shanga iPhone 17 Pro Max olishinglarni maslahat beramiz. Hamma Androidchilar hate qiladi iPhone batareykasini, 17 Pro Maxda mana shu narsa bartaraf etilgan deb bemalol ayta olamiz. Endi alohida lineykalari bo'lgan Apple'da. Mana videoni oxiriga kelyapmiz уже. Alohida lineykalari bo'lgan. Bu iPhone SE bo'lgan, iPhone 5C bo'lgan. misol uchun, keyin iPhone 16i например, o'sha modellari bo'lgan. Bular ham bazaviy modellar, unaqa ortiqcha nimasi yo'q. Misol uchun iPhone 5C, iPhone 5S dan analog olingan. Yoki deylik, iPhone keyingi aytganim SE'li hammasi iPhone 7 dan bittasi analog olingan. iPhone 16li iPhone 16i, iPhone SE'ni davomchisi desa ham bo'ladi. Shunaqa. O'shanga ortiqcha to'xtalmadik, sababi bu modellar alohida lineyka bo'lgani bilan qolgan bazaviy modellarga juda ham o'xshash. Mana shunaqa. Mana bitta savol sizga oxirida. Agarda byudjetda muammo bo'lmasa, qaysi iPhone'ni kuzatuvchilarimizga olish tavsiya berasiz? Oxirgisini aytardim, 17 Pro Maxni eSIMdan olinglar, batareykasi ancha baquvvatroq. O'shanga maslahat beramiz. Agar sizlarga iPhone seriyalaridan yoki Apple mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, qayerga borasiz, bobur? Albatta do'konlarimizga. Hammanglarni kutib qolamiz iComfortda. Agarda sizlarga mana shu videomiz yoqqan bo'lsa, kichkinagina mehnatimiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosinglar. Sababi biz Instagramdan YouTube'ga endi kirib keldik. YouTube algoritmlari, kommentariya, like mana shunaqa narsalarga bog'liqmi yo'qmi bitta tekshirib olamiz. O'shanga bitta like bosib qo'yinglar, xudo xolasa manfaatli bo'lgan bo'lsa. Keyingi videolarimizni ham kuzatib boringlar, xudo xolasa bundan ham yaxshiroq videolarni chiqarishga harakat qilamiz sizlar uchun.